Assalomu alaykum ada, keldim. Soxta kelin qani? Tushunmadim. Nimani tushunmayapsan? Ha? Bizni ahmoq qilganingni tushunmayapsanmi? Yoki masxaraboz kelinni olib kelganingni tushunmayapsanmi? Gapir. Ada, hozir hammasini tushuntirib beraman. Bizaga hammasini Mahmud tushuntirib beradi. Yasminning gaplari to'g'rimi? Hammasi to'g'ri. Orasidagi sevgidan boshqa. Unga sevishingni ayt. Demak, muhabbatlar yolg'on emas ekanda. Demak, yolg'on sevgi chinga aylanibdi-da. Unday bo'lsa, sevdi biz uyimizda kelinligicha qoladi. Adolat qaror topdi, lekin kimdir mendan fikr so'radimi? Bir qarasa haydab orasizlar, bir qarasa kelin qilasizlar. To'g'ri kambag'al bo'lishim mumkin. Lekin o'yinchoq emasman. Meni kechiring. Sevdi. O bola, shu qizni yaxshi ko'rasanmi? Unda nega qarab turibsan? Chop orqasidan galvars. Sevdi. Eserin oldum, ilacımı uymuş benim. Tavsiya zo'r ekan. 50 ming berib tur, yo'lkiramga yetmayapti. Yo'l kira nech pul ekan? 60 ming. Sen qatdan qotlanch topaverasan? Sen buni ta'mini bilmaysan. Nega bilaman? Nimani ta'mi? Sevgi ta'mi. Oppa, sevgi. Bosh harfi S, sevdi. Ta'mi, oxirgi harfi I. Ilyos. Demak, qotlanch Sevdi va Ilyosning sevgi ta'mi. Bu yoqqa